Samarqand viloyati hududiy qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi nazorati inspeksiyasi tomonidan hududlarda qurilish ishlari ustidan sifat nazoratini ta'minlashga qaratilgan monitoring tadbirlari izchil olib borilmoqda. Jumladan, navbatdagi nazorat tadbiri davomida Samarqand va Jizzax viloyatlari chegarasida Qorovultepa suv ombori yaqinida joylashgan Botbot kanali suv oqimida barpo etilayotgan mikro gidroelektr stansiyasi qurilishi ko'zdan kechirildi. O'rganish jarayonida qurilish ishlarining amaldagi me'yor va qoidalarga muvofiqligi, qurilish materiallari sifati hamda texnologik jarayonlarga rioya etilishi alohida e'tibor bilan tekshirildi. Monitoring davomida ayrim kamchiliklar aniqlanib, ularni bartaraf etish yuzasidan mas'ullarga yozma ko'rsatmalar berildi. Mana bugun Bulung'ur tumanidagi Botbot kanalida joylashgan mikrogez obyekti qurilishiga navbatdagi nazorat tadbirlari olib borilmoqda. Nazorat tadbirlari davomida bir qator kamchiliklar aniqlanib, yozma ko'rsatmalar berib o'tildi. Shular jumlasidan obyektga kirish qismidagi 796+10 atmetikadagi bo'lgan betonlashtirilgan ayvon qismida cho'kish holatlari kuzatilgan. Shuningdek, ushbu cho'kish holatlarini bartaraf qilish uchun endi qaytadan beton qismi qazib olinib, ochilib, grunt qayta zichlash ishlari bajarilishi talab etiladi. Ushbu kamchiliklar yuzasidan yozma ko'rsatmalar berilgan. O'z muddatida bajarilmagan taqdirda ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning tegishli moddalariga nisbatan javobgarlik chorasi qo'llanishi to'g'risida ogohlantirildi. Bu kabi nazorat tadbirlari qurilish ishlarining sifatli va xavfsiz amalga oshirilishini ta'minlash, shuningdek, loyihalarning belgilangan talablar asosida barpo etilishini nazorat qilishga xizmat qiladi.